paka qilaman. Ikki qo'lim duo ochib. Bilma. Qo'shilasizmi? Qo'shilasiz. Qandaygina chiroyli, cho'qdagina chiroyli duo qilaman hozir. Qani, Iloyo omin. Xudoy jonim, ha. Hozir bizda shu mana mashinaning ichida eshitib turgan bo'lsang, sen eshityapsan Xudoy jonim. Men buni bilaman. Mani bir parcha juram bilan his qilib turibman. Xudoy jonim, ochdim qo'limizni duoga. Xudoy jonim, bizga o'zing nazarda ayla birinchi o'chirtda. Xudoy jonim, hali mani yegachimiz bilan cho'qdagina mashhur bo'lib ketgan paytimiz. Iloyama biz mashhur bo'lib ketganimizdan keyin ham shu zodaganlarga o'xshab zodagan qilmagin bizni. Oddiy xalqning ichida har doim ikki qo'lini duoga ochib, Iloyama, Iloyama. Men sizga Iloyama deb. Iloyama. Ha. Iloyama. Bizni shu zodaganlardan o'stan emas, bizni shu har doim oddiy xalqning o'rtasida yeg'ana, har doim xalqning xizmatida bo'lish nasib qilgan Xudoyim. Iloyama, obro'yimizni butun qilib, yomonlardan uzoqlashtirib, yoshlarga jondashtirib. Amin. Iloyama. Yurtimiz tinch bo'lsin. Ovulimiz butun bo'lsin. Xalqimiz tinch bo'lsin. Sharafat duosiga bizga amin deb Amin. Allohu akbar. Sog' bo'lasiz. Duoga qo'shilganlar, men duo qilganda ikki qo'lini ochganlar, ikki qo'lini orasida to'lag'ini cho'qdaygina dollar bilan yevro bo'lib yursin. Yevro bo'lib yursin. Amin. Allohu akbar. Zodagan bo'lib ketishdan o'zing asra.